Bu videoda biz katta, kichik, o'rtacha challenge olamiz. Bizda 5 ta raund bo'ladi va har bir raund boshidan biz kimga katta, kichkina yoki o'rtacha tushganini aniqlab olamiz. Kimga katta narsa tushgan bo'lsa, nima qilib bo'lsa ham mana shu narsani yeyish kerak. Kichkina tushgan bemalol kichkina narsani yeydi. Va bu videoda Shohruz TV, men va Maqsud qatnashadi. Maslahatim videoni oxirigacha ko'ring. Chunki video oxirlarida eng qiziq joylari bo'ladi. Bo'lmasam boshladik. Birinchi raund. Va bo'lmasam birinchi raunddan boshlab olamiz va birinchi raunddagi narsa bu mandarin. Bu osonroq boshlash uchun mandarin. Nima qilyapti bu? Va kimga katta, kichkina va o'rta tushganini mana shu qutichani ichidagi qog'ozdan aniqlab olamiz. Tanlang. Sizlar tanlaylar, davomdan voy. Men oxirida. Oxirida takoy bitta tushib ketasiz. Bu men ham tanladim. Bo'lmasa mana. Uchun sizga. Va sizga tushgan narsa bu katta. Boshlanishda omadsizlik. Omadsizlikka qarab nima deya olasiz? Omad kecha menga berdi, bugun sizlarga bersin, davom. Endi meni galim va menga tushgan narsa uje katta emas 100%. O, kichik. Da, demak men eng kichkina mandarin yeyman. Menga nima tushgani aniq, shu bu o'rtacha. O'rtachada eng normalisi. No, hamayl bo'lmasam, moqchi o'zimizdan narsalarni yeyishga ketdik. Bo'lmasa biz mandarin yeyishdan boshlaymiz va bizga tushgan mandarinlar bular. Menga kichkina, Maqsudga o'rtacha va Shohruz TVga katta mandarin tushgan. Katta tushdi, katta. Jaroq kattasini topolmaganimiz uchun mana bu katta apelsin ham qo'shib yubordik. Da, bo'laveradi. Ketdi. Birinchi yo'l o'zim menga tushgan mana bu kichkina mandarinchani yeb beraman. Davay. Va bo'ldi, men yeb bo'ldim. No da, endi bittagina mandarin yeyish shunday qiyin emas va endi navbat Maqsudga. U o'ziga tushgan o'rtacha mandarin yeydi. Va albatta o'rtaroq xuddi paytda shuncha harakatimiz uchun albatta like bosib qo'yinglar. Davaychi. Bittada og'zingizga tiqoring, shuni bittada. Davay, shuni bittada og'zingga tiqor. Sig'masa kerak. Ya sig'adi, voy. Oxirigacha, da. O'rtadan bitta tishlang, g'art qiling. Hazil huzurlar bilan Maqsud hammasini yeb tashladi. Demak, men yeb bo'ldim. Unchalik ham qiyin bo'lmadi. Hozir men o'ylayapman. Endi Shohruz SCVga ITSCV kompaniyasi sizlarni xursandchilik bilan hammaga assalomu alaykum. Shohruz STV telekanaliga xush kelibsizlar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar biz mana bugun mandarin yeyishga keldik. Men hech o'ylamagan edim. 22 yoshimda men ajoyib bo'lgan mandarinlarni iste'mol qilaman deb va hozir biz Shohruz STV mandarin yeyishni boshlaydi. Tayyor bo'lsanglar, kettu! Demak, bu degani o'zlariga tushgan katta mandarinlarni yeydilar. Ya'ni 5 ta kichkina va bitta mana bu prям mandarin sen olgan birda apelsin. Chunki biz bunaqa katta mandarin topolmadik. Zotto mana katta garchi katta-da. Va Shohruz aka ham o'zlariga tushgan mandarinlarni yeyishni boshladilar. Ay bo'ldimmi? Seriozmi boshlaymisan? Bir ikki qo'yganman, labim ichini yorib tashlaganda achishyapti. Ha, kisliyu. Aka bu mamul yeysizmi? Uni kattaligini qaranglar. Xohlasangiz men buni o'yga Kalamdan ozgina kichkinaroq xolos. Xohlasangiz men buni o'yga borib yeyman deb sizga tashlab beraman videosini. Yeganingizmi? Ha. Nu baribir qarang. To'g'ri yedingizmi? 4 ta yedim. Da, bu baribir hammamizni ko'proq yedilar, demak, katta deganga kiradi. Bo'lmasam daydi, bular sizga uyga vazifa. No, bo'lmasam ikkinchi raundga o'tamiz. Ikkinchi raund. Va endi navbat ikkinchi raundga va ikkinchi raundda biz yeydigan narsa bu prям fast food. Давайте. Просто tushunishlik uchun o'tgan safar meni 5 yil lavash yeganini ko'rgansizlar. To'g'ri yonmaganman qiynalib. Bunisidan undan ham battarroq bo'ladi. Chunki biz aynan как burger yoki lavash demasdan prям fast food oldik. Bu degani prям ancha qiyinlashib boradi degani. Nu hamayli, ana endi kimga katta, kichkina va o'rtacha tushganini aniqlab olamiz. Men birinchilik, men oxirida. Men tanladim va oxirida qolgan Maqsud senga oching. Orqaga qarab, prям уже anaqa qiziq emas, уже bizlar qoldilar уже bo'ldi. Bu kanal nomini ham endi Shohruz TV'da ochib qo'yamiz. Ana endi men ochganim. Da, normal o'rtacha. Va demak, Maqsud o'rtacha bo'lsa bunday bo'ladi. Katta, men ko'p fast food yeyishmaligini bilaman. Buni oldingi videoda ko'rgansizlar va bo'lmasam endi bu narsa Maqsudam yaxshilab bilar ekan. Hamayl bo'lmasam yana narsa yeyishga ketdik. Va endi biz fast food yeyishga Street 77 ga keldik. Bo'lmasam biz burger yeyishni boshlaymiz va birinchi bo'lib Shohruz TV o'zlariga tushgan mana shu kichkina burger yeydilar. No, просто tasavvur qiling, kichkina burger o'zi shuncha bo'lsa, katta burger qanaqa bo'ladi? Katta burger slishkim katta, kichkina burger slishkim kichkina. Shunaqa qilib Shohruz aka o'zlariga tushgan burgerni ham yeb oldilar. Okey, endi burger yegandan keyin emotsiyalarni aytsangiz. Burgeri kichkina qorin to'ymadi. Atak hammasi jotki, zo'r, bo'lmasa keyin shartlarga kutolma. Va endi burger yeyish navbati menga va menga mana shu o'rtacha burger tushdi. Nu da o'rtacha ham kichkinaga o'xshaydi. Nu bo'lmasam yeyish boshlaymiz. Va men ham o'zimga tushgan o'rtacha burgerni yeb oldim. Nu da men ham burgerimni yeb bo'ldim va endi navbat Maqsudga va Maqsud hozir katta burger yeydi. Va endi navbat katta burgerni Maqsud yeyishiga va bu katta burger prям ko'rtirsizlar. Va aytayman, mana qilib yesang, senga udobniy.
Men o'ylaymanki, hozir bittasini yeya olaman, ikkinchisini yeya olmayman deb o'ylayman. Maqsud birinchi katta burgerni qiyinchiliklarsiz yeb oldi va endi ikkinchi katta burgerni ham yeyishga o'tdi. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Chunki hozir qanaqadir yana yesam yegim kelmay qayta qilgim kelyapti. Ну давайте, bo'lmasa mana qolgani mana shu. Ну, hammayni o'tkazsam men ham 5 ta yeyman deb 2,5 ta to'xtab qoldim, bu ham shuni to'xtadi. Bu siz mana nechta burger yeya olasiz? Kommentga yozing, faqat to'g'risini yozing, bilan yeb ko'rgan bo'lsangiz. Yemagan bo'lsangiz qancha yeyman deb o'ylaysiz? Albatta kommentariy yozib qo'ying va bo'lmasam biz keyingi raundga o'tamiz. Stop, shoshmay turing. Hozir men sizga shart beraman. Qani siz bu shartni bajara olasizmi yo'qmi? Men sizga rovni 3 sekund vaqt beraman va siz bu 3 sekund ichida men kanalimga obuna bo'lib, ham like bosishga usul qilishingiz kerak. Da bu juda ham qiyin, chunki 3 sekund. No o'ylamak siz qilasiz. No tayyor bo'lsangiz ketdi. 1 2 3 O'ylaymanki siz like bosib obuna bo'lishga usul qildingiz. No agar like bosgan bo'lsangiz kommentariyada like bosing deb yozib qo'ying. Va bo'lmasa video davom etadi. 3-raund. Bo'lmasa endi navbat 3-raundga va 3-raundda biz yeydigan narsa bu chips. Da chips prям hammaga yoqadi, no ko'pi Ziyon. Mat yoshlar anaqa logosin qo'yaylik. Chipsni ko'pi ziyon azizlar. Shu hammayli bo'lmasa men ham uchun shu chips yeyishimizni va endi kimga katta, kichkina va o'rta tushganini tanlaymiz. Deganimcha tanlab bo'ldi. Men mana shu tanlayman, yana oxirgi sanga Maqsud va sizga tushgan. Voy, bo'ldi. Bundan keyingisi birinchi men tanlayman. Qat'anni bilib qo'yasiz. Yo'q, men qaramadim-ku, ko'rib olinglar kadam, prosta tavakkal. Operatsiya beramiz. Menga tushgan narsa, bilay, katta so'masini ish qilib. Assalomu alaykum, родной. Yo'q. Da, любой narsani kichkinasi ham biram to'ymay qolasiz, no, ko'p bo'lsa bo'kib qolasiz, no, o'rtacha bo'lsa mazza qilib yeysiz. Menga yana katta tushdi. Voy, katta tushibdi. No, bo'lmasa men endi chipslarni yeyishga ketdik. Va ana bilan ba'd chipslarni yeyishga va davayki buni Shohruz aka o'zlari boshlab beradilar va bularga mana shu kamgina chips tushgan. Va menga o'rtachasi va Maqsudga biram katta tushgan. Va hamma birinchi urib, davayki yeb bering. Men shok qiraman buni. No, juda ham qiyin bo'ldi. Sizlar просто buni tushunmaysizlar qiyinchiligini. Yo'q, stop. Yo'q, aka, g'irromchilik qilmang deysiz. Bu g'irromchilik, mana qaraydi, qolib ketdi, qarang, mana yashashim. Ya, endi shu. Voy, mana. Mana mashriq mayda qadamlar bilan katta maqsadlarga yetishadi, okay? Albatta. Xo'sam yeysiz, to'g'rimi? Men xos spravедливый qilaman hamma narsani. Davayt. Ana endi biram idishigacha yedirtirdilar. Va endi meni yeyish navbatim va menga mana shu biram o'rtacha tushgan. Bular mamnun qarang. Bu вообще biram Maqsudga mana shu ko'p tushgan. Va buncha chips yemasligi aniq. O'tirib o'tirsa bo'ladi bir soatlab, kino ko'rib. No, buni qisqartirish deyish kerak. Давайте dangal, ko'proq yeng. Hozir sizlarga chips yeyish loyihasini ko'rsataman. Yoshlarimiz mana shu kabi buzilib ketmoqda. Chunki ular og'zini katta ochib, duch kelgan narsani tiqishmoqda. Azizlar, ehtiyot bo'lamiz. Duch kelgan narsani og'izga tiqmaymiz. Kechiring, shunaqa qilib o'zimga tushgan chipslarni ham yeb oldim. Va shu bilan men yeb oldim. No da, chips shunaqa qiyin emas deyishim mumkin. No, просто sizlar 5 minut ichida qanaqadir katta chips yemoqchi bo'lsanglar, prям misalni o'zi me'daga tegib qolar ekan bu narsa. No, baribir qiyinchilikni yeb oldim va endi haqiqiy qiyinchilikni Maqsud ko'radi va Maqsud mana shu kattani yeydi, ya'ni bu butun pochka. Va bu katta pochkadagi chipsni Maqsud hozir tez yeb tashlash kerak. Davayki, senga omad yeyishingga va sizlar bilan har doimgidek ta'minlaymiz. Va Maqsud ham chipslarni yeyishni boshladi. Yo'qmasam kerak deb o'ylayman. Chunki hali juda ham ko'pda bu prям sizlarga ko'rinishi mumkin osondek, lekin hali men og'zimda hech nima olganim yo'q. Va 5 minutdan keyin Bo'ldi endi yolmayman. Chunki og'izlarim sho'r bo'lib ketib, bir qanaqa bo'lib ketdi og'zim. Chunki chaynaganimda keyin mana bunaqa yelishi qiyin bo'ladi. 4-raund. 4-raundda biz yeydigan narsa tuxum. Kimga katta tuxum tushsa, u prям 5 ta tuxumni ichish kerak. Birinchi o'zingiz tanlaysizmi? Tanlang. Men tanladim va oxirida qolgan senga va Shohruzga tushgan narsani ko'ramiz va nimadir bo'ldimi? Yo'q, o'rtacha. O, normal. Va endi menga tushgan narsa. Oh my garble. Oh my shit. Oh Jack, how are you in the morning? Oh my garble. Katta tushdi. Va demak men 5 ta tuxum ichaman. O'zi aytdim, ne bujilishda bunaqa omadim keldi. Просто omadim oxirgi kelgan tugab qolgan ekan. Dushmanlarimning eng katta qilgan xatosi bu menga dushman bo'lganlaridir. Va Maqsudga tushgan narsa Kichik. Bu hammaylar bo'lmasam yana tuxum yeyishga ketdik.
Va anidan ham tuxumlarni ichishga va birinchi o'rin Maqsud o'ziga tushgan mana shu kichkina tuxumni ichadi va bu mana prям kapля prям. Dayki, ko'tarib chor bo'ldi. Bo'ldimi? O'rtacha tuxumman deydi. Hozir men ichaman, mana. Davay. Bular aksarsanki men qanaqa hozir prям 5 ta tuxum ichaman. Va anidan ham men o'zimga tushgan prям tuxum ichishga va mana mashqa qachon to'li va buni hozir ichaman. Давай, mujik. Bittizlab oling. Da! Tuxum ichildi va hammasi normalniy. O'xshab ketib qoldi. Tupti qilib. Serios mana tuxum ichdim, hammasi normalniy. Endi men kuchim ko'payib ketadi. Va bo'lmasa aniyni keyingi raundga o'tamiz. 5-raund. Va 5-raundda biz yeydigan narsa piyoz. Siz miyangiz bilan urushib qolmaganmisiz? Miyangiz bam urilmaganmi? Yo'q. Ketdi bo'lmasa, davay. Davay, bo'lmasa kimga katta kichkina va o'rta tushgan tanlaymiz. Birinchi mayli. Ya'ni mayli tanlaylar. Men tanladim mana. Mana endi sizga tushgan narsa bu. Yana o'sha eski hunarimiz Steve. Qo'ysang-chi, Karl. Mayli. Katta. Shohris TVga katta tushdi, demak bular hozir katta piyoz deydilar va men o'rtacha. O'rtacha sen kichkina piyoz degan emas va senga kichik. Mayli, piyoz odam organizmiga foydali va men как yotganingizda bilamiz qanaqa buyuk foydaligini. Medik inson bo'lib aytaman. Odam organizmidagi barcha zararlangan kletkalarga foyda beradi. To'g'rimi, Steve? Albatta. No, xayol bo'lmasa men endi piyoz yeyishga ketdik. Va endi rabat piyozlarni yeyishga va men o'rtacha piyoz tushdi. Mana bu o'rtacha piyoz va Maqsudda mana bu prям kichkina piyozchasi, обычный, normal misal achchiqroq va eng achchiq piyoz va eng katta piyoz Shohriznikida. Birinchi har doim kichkinasidan boshlaymiz, ya'ni Maqsud o'zingiz ichgan kichkina piyozni ye. Xohlaganda ochib yeyaversan bo'ladi. Ha, boshlanishni ochib olamiz. Daychi mana piyozni ochib turaman. Amerikaga ketaman bir kun. Kosta-Rikada kutadi janolar. Hamma yodda show, ko'zlarda olov. Go'zal qizlarga ketadi xayol. Bo'ldimi? Ochib oldingmi? Ne? Daychi bo'lmasa ye. O'ziga netchi. Qani? Jonni achchig'masa? Yo'q, shirin ekan. Seriozmi? Давайте shirin piyozni har doim sizlar ham shu piyozni yeveringlar chunki Shirin piyozlar albatta bizda. Shanba kunlari chegirmalar bor. Hazil huzurlar bilan Maqsud ham o'ziga tushgan piyozni yeb oldi. Bo'ldi, endi yig'ishtiring, nima ma'lum. Burnimdan qiynalib ketdi. Bo'ldimi? Va endi men mana shu piyozni yeyman. Shuning uchun bu обычный piyozdan achchiqroq bo'ladi. Umrimda piyoz bilan qarshilab yeb ko'rmaganman. No, mendan nima ketdi? Ketdi. Oh, yutdim. İçim açıldı, tomog'im ochildi. Ko'p piyoz yeyish ham zarar. Ya yemang, bo'ldi. Tomog'im ochildi, seriozmi? Nukara shu to'la bo'ldi yeyman. Gap piyoz yeyish haqida deb piyoz yedim. Hech kim men hech qattiq piyoz bo'lni yeyish kerak demadim. Tilim achimayapti, men tomog'im qizityapti hozir. Va demayman, piyozni yeb bo'ldim, men endi navbat Shohriz akaga. Давайте. Ketdim. Давай, tishlang. Oy! Voy! Yuzlarni sizlar ko'rdinglarmi? Nukara shu to'la ko'rdinglar, demak piyozni hamma narsani yedik. Ujman uchun shu bilan videoni tugatsa bo'ladi. Va agar mana shunaqa videolar ko'p chiqishini va yana boshqa blogerlarni ham chaqirishni xohlasanglar, like bosinglar va kommentariyda menga buni eslatinglar. Bu bo'lmasa video tugadi. Ciao. Yedirganing uchun.